Qizimizga implant qo'yishni rejalashtirganmiz. Hozir 3 oylik chaqaloqlari bor. Biz bachadonlarini tekshirdik. Bachadonlari hali endometriy qavatlari juda ham yupqa va bu yerda juda ham ko'p varikoz qon tomirlar shakllanibdi qizimizda. Mana hozir ko'rsataman. Sizlarga ham. Demak, matkamizda ozgincha varikozlar ko'paygan. Bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim yana tuxumdonimiz hali mayda, folikulolarimiz kichkina va bularga bemalol implant qo'ysa bo'ladi. Qizimiz ikkinchi homiladorliklarini tug'ib, mana hozir farzandlari 5 oylik bo'ldi, keldilar o'zimizga saqlanishni rejalashtirish uchun. Implantni qo'yishni tanladik, chunki bularning sog'ligiga har taraflama to'g'ri keladi. Sog'liklarini korreksiya qilish uchun tavsiyalar berdik. Qizimiz bizda yengil tug'ruq kursida ham o'qiganlar. Birinchi farzandingizni nechinchi yil tuqqandingiz? 2023 yil tuqqanlar. Birinchi farzandlarni tug'rug'ingiz qanaqa o'tgandi? Razriflar bilan, qo'rquv bilan, juda ham qiyinchilik bilan tuqqanlar. Ikkinchi dardlaringiz og'ir kechgan. O'sha ikkinchi tug'ruqlarda yengil tug'ruq kursimizda o'qib, mana осознанный bo'lib keldilar. Bu safar qanaqa o'tdi? Yaxshi o'tdi. Razrif bo'ldi? Yo'q, razrif tushmadi. Labda ham nafas mehnatlarini rosa yaxshi bilindi. 8 palitsiya kirib borganimda. Mana 8 palits, ya'ni почти to'liq 8 santimetr ochilish bilan borganlar tug'ruqxonaga va dardlarni oson o'tkazganlar, tug'ruqda yirtilmagan. Mana ko'pchilik aytadi, razrif bo'lgan, ikkinchisi ham yirtiladi deyishadi. Unaqa emas, tayyorgarlik bo'lganda buni ahamiyati bor. Ya'ni bilinadi tayyorgarlikdan keyin tuqqanda juda katta farqi bor. Hamma narsani demak, mana o'rganish kerak bo'ldi. Mana bizda jonli sizlarga misol.